Kim kuzatyapsan? Kelin bo'ldingizmi? Ozgina qoldi oyijon. Endi nima bo'lsan? Bor qarash onamga qilib bo'lding-ku. Kimni qo'ziqib bo'ldim? Mana ozgina dam oling. Tushunarli kelin, tushunarli. Oyijon, Bo'ldi, alohida yashayman. Ona, nevaralaringiz-chi? Yo'q, alohida. Ona o'zingiz nevara degizsiz. 5 ta nevara charchadim men. to'xtang oyijon. Birga yashaylik oyijon. Bo'ldi kelin, charchadim. Spasibo. Iltimos, birga yashaylik oyijon. Yo'q dedim, alohida yashayman. Zamira, bir xonali uy kerak menga Zamira, alohida yashayman. Yo'q, ona 5 xonali kerak. Hammamiz birga yashab, nevaralaringiz. Navoiydan olaymi ekan, Iskandar Building kompaniyasining o'tda ham bitgan uylari bor. Toshkentdagi mezbon loyihasidan olaylik. Uni yonida 108 gektarlik katta bog' qurilyapti. Nevaralaringizga, sizga xotirjamlik, toza havo. Xotirjamlik deysanmi, bolam? Unda Zamira kartangda necha pul bor? Chiqsa 100 million chiqadi. Как раз mana 2 xonali uylardan atigi 10 ta qopdi. 54 kvadrat 99 million so'm boshlang'ich to'lov. Shuni to'lasang bo'ldi. Qolganini o'g'lim to'laydi. Lekin Zamira, dugonachilik ham chegarasi bilan bo'ldi. Bilaman, meni yaxshi ko'rasan. Telefon bo'lyapti. Qizim, yo'lida bor, bolalarni olib kelmoqchi. Dam olaman men bugun.